Assalomu alaykum, Provan YouTube kanali kuzatuvchilari. Bugun sizlarga uyingiz va ofisingiz uchun juda ham zo'r kamera topib qo'yganman. Ko'rishingiz mumkin. Aziz brendidan H7C kamerasi. Ushbu kameramiz nima afzalligi bor degan bo'lsangiz, ushbu kameramizda ikkita linza bo'ladi. Ikkalasi ham 4 megapikseldan bo'ladi. Buni xohlagan joyingizga, xonani ichki qismiga, do'koningizga yoki ofisingizga qo'yib qo'yib, bemalol telefon orqali nazorat qilsangiz bo'ladi. Albatta Wi-Fi ga ulangan holda. Hozir men buni texnik xususiyatlarini va ichidan nima chiqadi korobkasida kamerani ko'rinishini ko'rsataman. Siz esa kanalga obuna bo'ling, like bosing, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Kameramiz ichidan shunda korobkasi ichida kronshtayn, blok pitaniyalari chiqadi va kameramizni o'zini ko'rinishi juda ham kichkina, ixcham qilib ishlangan. Ikkita linzasi bor. Xo'p, bu megapikselga keladigan bo'lsa 4 megapikselda bo'ladi. Tevadagi ko'zi 208 mm da 92 gradus kenglikda tasvirga olish imkoniyatiga ega. Pastidagi ko'z esa 360 gradusga aylanadi, teva pastga bo'ladi va bu 6 mm linza bilan jihozlangan bo'ladi. 51 gradus kenglikda tasvirga olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bemalol 360 gradusga boshqarib aylantirsangiz bo'ladi. Xonada yoki do'koningizda sizni ko'zingiz tushmaydigan joy qolmaydi. Kameramizning xususiyatlari: ovoz yozadi, telefon orqali gapirishingiz bo'ladi, karnaylari ham mavjud kameramizda, harakat detektori bo'ladi, odamning harakatiga qarab kamera burilib zapis qila oladi va xonada g'ayrioddiy tovushlar, shovqin bo'lganda ham telefoningizga xabar berish funksiyasi bor. Juda ham zo'r variant bo'ladi bu. Bemalol tavsiya qila olamiz. Puliga arziydigan kameralardan biri. Va yana bitta zo'r jihati bor bu kameramizni. Mana bu yerda sensor o'zini knopkasi bor. Buni bosganda ulangan telefonlarga qo'ng'iroq borishi ham mumkin bo'ladi. Misol uchun, do'koningizda ishchingiz bor, siz bilan bog'lana olmayapti. U sensorni bosadi va sizga qo'ng'iroq boradi. Siz bemalol ishchingiz bilan gaplashsangiz yoki uyingizdagi oila a'zolaringiz bilan gaplashsangiz bo'ladi bemalol. Hozir endi buni telefonga ulab, sizga telefonda qanaqa ko'rsatishini ham bir qator ko'rib chiqamiz. Kameramizni elektr tarmog'iga ulab oldik, programmaga ilovasiga qo'shib oldik. Mana kameramizni ko'rsatishi. Ko'rishingiz mumkin, juda ham tiniq tasvirga olib beryapti. 4 megapiksel 2K formatda. Bu tevadagi ko'zi bo'ladi. Endi 360 gradusga aylanadigan nimasini ham bitta ko'rib chiqamiz. Mana bunday holatda bo'ladi. PTZ funksiyasini bosib, bemalol o'ngga, chapga, tevaga boshqarsak bo'ladi bemalol. Ovoz yozishlari juda ham yaxshi. Shum podavleniya bilan yozadi, ortiqcha shovqinlarni yo'qotadi va bemalol sinxronda ko'rib turishingiz ham bo'ladi kamerani. Va xohlagan paytingiz gapirmoqchi bo'lsangiz, bemalol razgovor nimasini bosib, ovozi normali baland chiqadi. O'rnatgan joyingizdagi xoh do'kon bo'lsin, xoh uyingiz bo'lsin, aytib turgan odam sizni bemalol eshitish imkoniyatiga ega bo'ladi. Kameramizni barcha qulayliklar haqida gapiradigan bo'lsak, vaqtimiz yetmay qoladi. Sizlarning ham vaqtlaringiz olmagan holda shu yerda to'xtatamiz. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsalar, obuna bo'lib qo'yinglar, like bosinglar, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirish esdan chiqmasin. Kimga qiziq bo'lsa, bu kamera sotib olmoqchi bo'lsa, pastda raqamlarni qoldiramiz. Bemalol biz bilan bog'laning. Respublika bo'yicha dastavka xizmatlarimiz mavjud. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.